Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, hurmatli chorva ishqibozlari. Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Polaxon chorva bozoridamiz. Bugun 2026-yil 1-avgust. Xudo xolasa Polaxon chorva bozoriga kelamiz. Chorva bozorini chiroyli qilib yoritib berishga harakat qilamiz. Albatta, qaytgan, baraka bo'lgan chorvalarimizni yoritib berishga harakat qilamiz. Albatta, siz obuna tugmasini bosib, like bosib, qo'llab-quvvatlab kommentariyada o'z fikringizni qoldirib ketasiz umid qilamiz. Qani ket. Aka, nech puldan bo'ldi? 16 dan. 16 milliondan buqalarimiz. Xudo xolasa. Turishini qarang, jonivor. 16 milliondan. Sizlar nech pul bo'ldi? Sotilma. Qanchadan qaytdi? 27 dan. 27 dan. Telefon nomeri berasizmi? Yozing. 97lik. 97lik 207 27 27. 207 27 27. Xudo xolasa aloqaga chiqasizlar. Xudo xolasa. Jupi nech puldan qaytdi dedingiz aka? 27 dan. 27 million. Xudo xolasa xonojimlarimiz. Aka, nech pul bo'ldi? Nech pul bo'ldi aka? Bu qaytdi bu, şey. Qanchadan qaytdi aka? 20 dan qaytdi buni. 20 dan. Telefon nomer berasizmi? Telefon nomer 93lik 93lik 641 641 86 66. 86 66. Aloqaga chiqasizlar akalar, savdosini qilib qiziqqanlarga. Yashab qaytib kelaring ha baqa. Aka, ko'chat nech pul bo'ldi ko'chat? Qaytdi sotmadi. Qaytibdi akalar, Xudo xolasa. Polaxon chorva bozorida savdo ozgina pastroq, qaytgan mol ko'proq. Aka, nech pul bo'ldi ko'chatlar? Nech pul bo'ldi aka? 14,5 dan. 14,5 dan. 14,5 milliondan baraka bo'libdi, barakasini bersin. Buylari 90 plus minus atrofida. Aka, ko'chatlar nech pul bo'ldi? 12,5 milliondan. Ha, nima oladi? Bunisi bunojin, bunisi buqamiz. 12,5 milliondan baraka bo'libdi, barakasini bersin. Albatta, like tugmasini bosib, qo'llab-quvvatlab, mehnatimizga bitta like bosib ketasizlar deb umiddamiz. Xudo xolasa sizlarga iloji boricha, qo'ldan kelganicha yoritib berishga harakat qilamiz. Qanaqasi qaytdi, nech puldan qaytdi, hammasini batafsil sizlarga yetkazib beramiz. Aka, nech pul bo'ldi? 15,5 milliondan qaytibdi. O'ylaringmi? Savdo ozgina pastroq. 15,5 milliondan qaytgan. Aka, buqa nech pul bo'ldi? Nech puldan? Aytishmadi. 21 milliondan qaytibdi. 24 milliondan ekan. 24 milliondan qaytibdi. Polaxon chorva bozoridan. Nech pul bo'ldi aka? Qaytibdi bu yer. Narxini aytyapti, aytmagan majburlamaymiz. Albatta, oldindan uzr. Sizlarga jonli video qilishga harakat qilamiz. Xudo xolasa buqamizni so'raymiz. Aka, nech pul bo'ldi? Qanchadan qaytdi? 21 milliondan qaytgan buqamiz. Xudo xolasa. Tog'a, nech pul bo'ldi? Qaytibdi. Qaytgan mol ko'proq buqalarimiz. Albatta, hammaga savdosini bersin deb qolamiz albatta. Nech pul bo'ldi aka? Qaytibdi bu ham. Like bosib, kommentariyada o'z fikringizni qoldirib, Polaxon chorva bozoriga nisbatan kommentariyada fikringizni qoldirib ketasiz. Tog'a, nech pul bo'ldi? Nech puldan qaytdi? 29 milliondan qaytibdi jupiga. Polaxon chorva bozorida. Hojivon nech pul bo'ldi? Bu qaytdi 15 dan. 15 million 100 mingdan qaytibdi. Xudo xolasa. Jonivor. Aka, nech pul bo'ldi? Ular qaytdi aka. Nech puldan qaytdi? Ikkalasi 20 dan, bunisi 8 million. 8 milliondan, ha? Telefon nomeri bering.
90'lık 90'lik 307 307 35 23. 35-23 qiziqqanlarga sirasi aloqa chiqasizlar akalar. Ko'cha so'raganlarga. Albatta jonli video qilishga harakat qilamiz. Sizlar shuning uchun bitta like bosib, kommentarda o'z fikringizni qoldirib keting akalar. Hoji aka necha pul bo'ldi? 16 dan 16 milliondan baraka bo'libdi, barakasini bersin. Hammaga nasib qilsin deb qolamiz. Ko'rishni qarang, jonivorni. 16 dan baraka bo'libdi. Xolaxoncharo bozoridan. Ko'rishni qarang, jonivor. Bozorlarimiz. Aka necha puldan bo'ldi? Sotmadim 13,5 milliondan qaytibdi. Olasa. Necha yil bo'ldi aka? Sotilmadi. 15 milliondan, 15,5 milliondan qaytibdi. Bo'ldi, hoji aka. Bular 14 13. Baraka bo'ldi. Baraka. Xudo xolasa 14 million, 13 milliondan baraka bo'libdi. Bunisi 14,5 millionga baraka bo'libdi. Xudo xolasa. Barakasini bersin, olganga ham, sotganga ham. Albatta kommentarda o'z fikringizni qoldirib ketasiz. Obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna tugmasini bosib keting akalar. 30,5 milliondan qaytibdi. Xudo xolasa Xolaxoncharo bozoridan. Ina bola sigirimiz. Aka necha puldan bo'ldi? 22 dan 22 milliondan baraka bo'libdi, barakasini bersin. Xudo xolasa Xolaxoncharo bozorida. Bo'ldi 17 milliondan baraka bo'libdi, barakasini bersin. Hammaga nasib qilsin. Necha pul bo'ldi? Bu qanday necha pul bo'ldi aka? Necha pul bo'ldi? Bilmayman anaqa. Qaytibdi, xullas. Anig'ini bilmayman deb turibdi. Ko'chatlarimni so'raymiz, xudo xolasa. Hoji bu necha pul bo'ldi? Bilmadim. Qaytibdi bular ham, xullas. Sigirlarimiz chiqyapti, yana bola sigirlar. Aka necha pul bo'ldi sigir? Qaytdi. Necha puldan qaytdi? 23,5. Telefon nomer berasizmi? Ha. Telefon nomer bera olmaymiz deydi, 23,5 milliondan qaytibdi. Aka bunisi necha pul bo'ldi? Qaytdi ha. Bunisi ham qaytibdi. Haqiqatan hali aytib o'tganimizdek Xolaxoncharo bozoridan qaytgan mol juda ko'p. Baraka juda kam. Xudo xolasa shuncha ma'lumotga, shuncha mehnatga like bosib, obuna tugmasini bosib ketinglar akalar. Qo'ldan kelgancha bozorlarimizni, keyingi bozorlarimizni bozorning ichiga kirib, chiroyli qilib yoritib berishga harakat qilamiz. Hoji bu necha yil bo'ldi? Qaytdi bu. 18 milliondan qaytibdi. Bo'ylari biri 15, pashti biri 20 plus minus atrofida. Yapti. Aka necha yil bo'ldi? Jupigami? Jupiga 52 million. Bunisi sherigi. Bunisi bu sherigi. Xudo xolasa 52 millionga baraka bo'ldi, barakasini bersin. Aka necha yil bo'ldi? 21. Bozog'unojinmi yo bo'g'ozmi? Bozog'unojin. Barakasini bersin. 25 millionga baraka bo'libdi buqamiz. Barakasini bersin. Hoji aka necha yil bo'ldi? 16,5 bo'ldi. 17 bo'ldi. 17 millionga baraka bo'ldi. Barakasini bersin, olganga ham, sotganga ham. Hammaga shunaqa zo'r g'unojinlardan nasib qilsin. 17 bo'ldi, sotiladi bu. Sotiladimi? Baraka bo'lgan yo'q, qaytdi. Yo'q, olindi, sotiladi. Ha, sotiladi. Telefon nomerni ayting. 17. Telefon nomer berasizmi? 90lik 306 85 77. Dastavkasi bilan aloqa chiqasizlar, dastavkasi bilan siz yetkazib berishadi. Mashalloh. Nojinlar qarang. Rahmat akalar, obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna tugmasini bosib, like bosib, kommentarda o'z fikringizni qoldirib, shuncha mehnatimizga patcha tugmasini bosib ketishingizni so'rab qolamiz.
albatta keyingi bozorlarimizni qo'ldan kelganicha ichkariga kirib birma-bir so'rab narxlarini, ma'lumotlarni berishga harakat qilamiz. Albatta bu safar Qoloqon chorva bozoridan tashqaridan qaytgan baraka bo'lgan chorvalarimizni ma'lumotini berishga harakat qildik.